xodimni ishdan ketib qolish muammosini qanday hal qilsak bo'ladi? Birinchidan o'zi qanday xodim kerakligini bilishimiz kerak. Xitoyliklarda shunday gap bor. Kapalakni orqasidan quvmagin deydi. San kapalak kerak bo'ladigan bo'lsa, bog' yaratgin, kapalaklarning o'zi keladi. Birinchi o'rinda sizga qanaqangi ishchilar kerakligini aniq bilish kerak. Ana o'shanga qarab muhit yaratish kerak. Agar sizga kapalaklar, asalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bog' yaratish kerak. Agar sizga chivin pashshalar kerak bo'lsa, axlatxona qilish kerak. Ayrim tadbirkorlarning muammosi shuki, ular axlatxona muhitini yaratishadi, lekin nimagadir kapalak hamda asalarilar kutishadi. Yaxshi kadrlarni ishxonada saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda ishchilar nima sababdan ketib qolish sabablarini bilish kerak. Birinchi, agar ishchi o'zini qadrsizligini his qilsa, uni hurmat qilinmayotgan bo'lsa, uni fikrlari inobatga olinmayotgan bo'lsa, ishdan ketishiga olib keladi. Ikkinchidan, ishchi o'sha ishxonada o'sishni ko'rmasa, ham lavozimda o'sish, ham bilim, tajribada o'sishni ko'rmasa, u yerdan ketishni o'ylaydi, boshqa joyda o'sish nuqtalarini qidiradi. Uchinchidan, agar ishchi o'sha joyda kerakli muomalani ko'rmasa, rahbarlar, boshqaruvchilar noto'g'ri qo'pollik qilsa, muomalada juda qo'rslik qilsa, shaxsiyatiga tegadigan bo'lsa, bunday joyda o'zini olib qochishga harakat qiladi. To'rtinchidan, ish haqqi bozorga nisbatan past bo'lsa, yaxshi ish haqqi berilmaydigan bo'lsa, bunday joylarda ham ishchilar ishlamaydi. O'sha uchun tadbirkorlarning eng katta xatosi muhitni ustida ishlamaslik. Muhit juda ham yomon bo'ladi va yomon muhitda yaxshi kadrlarni ko'p muddat ishlashini xohlaydi. Bu esa hech bir ilojsiz hisoblanadi. Sizni ishxonangizda muhit qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Va ushbu videoni